Bizda bugun yana navbatdagi xushxabar. Patsientkamni o'zlaridan eshitamiz. Qizg'uroq bo'ladi. O'zingiz aytib bering. Feruza Nazrullayevani maslahat berishganligi uchun apreldan beri kelaman yo'llariga. Ungacha bitta farzandim bor, qizim 10 ga to'ladi. Mana anchadan beri ikkinchi homiladorlikka harakat qilib yuribmiz. 2 yil oldin homilador bo'ldim. 14 haftada nobud bo'ldim. Undan keyin abort bo'ldim. Ancha kutdim. Boshqa doktor topolmadim. Keyin yaqin tanishlarim sizni maslahat berishdi. Kimdir o'g'illi bo'lgan, kimdir qizli bo'lgan. Xudo xolisa men ham shu doktorda homilador bo'laman. Hamma gullab olib kelsa, men ham tabriklab kelaman bir kun rostdan niyat qilgandimda. Kelishni boshladim apreldan. Mana sentyabrgacha lecheniya qildik. Xo'jayinim gormonlarimni to'g'irladik. Hamma joyga kelgandan keyin inseminatsiya qilamiz deb qaror qildik. Feruza opamga ixlos qilib kelib, hamma aytganlarini qilib, dorilarni vaqtida ichib, vaqtida uxlab, ko'p yurib inseminatsiyamiz chiroyli bo'ldi. Rosa xursandman. Hammaga shunaqa yaxshi natijalar tilayman. Harakatdan to'xtamanglar, dorilarni hammasini vaqtida ichib, vaqtida uxlab, bularni aytganlariga qilib ixlos qilsanglar, Alloh hammaga atagani bo'ladi-yu. Ko'rdinglarmi, patsientimning gaplari qaynoq, savol ham berishyapti. Hozir o'zida 6 haftadan ozgina oshgan, yurakchasi urib turgan, chiroyli homiladorlikni ko'rdik. Inshaalloh bu bolajoningizni taqdiri